Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun sizlar bilan 6-mavzuyimiz butun sonlarga yetib keldik. Bu mavzuyimizda asosan musbat va manfiy sonlar o'rtasida amallar tartibi bo'yicha misollarni ishlaymiz. Agarda kimdaki musbat va manfiy sonlar o'rtasida qanaqadir qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lishni bilmasa, misol uchun minusga minus ko'paysa nima bo'ladi, plyusga minus ko'paysa nima bo'ladi, xuddi shunaqa mazmundagi misollarni ishlashni bilmasa, hozir videoni ostida bir sarlavhada videocha chiqadi. Ana shuni ustiga bosib turib, bemalol o'rganib, so'ngra bu mavzuyimizni davom ettirishingiz mumkin. Shaxsan siz uchun musbat va manfiy sonlar o'rtasida amallar tartibi yoki amallar degan video dars tayyor qilib YouTube'ga joylab qo'yganman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun hozirgi mana sarlavhani ostida chiqdi. Ana shunga bosib, o'rganib, musbat va manfiy son nima, ularni o'rtasida qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallarini o'rganib, so'ngra bu darsligimiz ko'rishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Birinchi misolimizda ozgina xatosi bor kitobda. Mana bu bo'lishmas ko'paytirish amali bo'lishi kerak. Aks holda chiqmaydi. Demak, -8 o'zini yozdim. Plyusdan 6ni 2 ga bo'laman. 3 chiqadi. Faqatgina bitta narsani esdan chiqarmaylik. Bu yerda +6 ga -2 bo'linyapti. U degani birinchi o'rinda doimiy tarzda ishoralarni ta'sirlashtirib olamiz. Ya'ni plyusga minusni bo'ladigan bo'lsak, minus chiqadi. Ana endi bo'lsak bo'ladi. 6ni 2 ga bo'lsak 3 chiqadi. Keyingi misolimizda, hop, minusga minus ko'paytiramiz, plyus chiqadi. 2 ga 11 ko'paytiramiz, 22 chiqadi. Hisoblasak, bu ikkalasi -11 bersa, 22 dan ayirsak 11 degan javob chiqadi. Bu B javobda turibdi. Hop, keyingisi quyidagi ifodalardan qaysi biri 1 ga teng debdi. -1 ga ekan, -1 ga teng. Eslab qolamiz, agarda bizda qanaqadir minus a ning ikkinchi darajasi bo'lsa, bunda minus a ning ikkinchi darajasi bo'lib chiqaveradi. Agarda minus a ning qavsga olib keyin darajasida 2 bo'ladigan bo'lsa, unda plus a kvadrat chiqadi. Nima uchun desa, ba'zi bir hattoki o'qituvchilar ham juda ko'p o'quvchilar xato qilib qo'yadi. Bu yerda darajamiz faqat a ga teng. Bu yerda bo'lsa, polni qavs ichidagi barcha ifodaga teng bo'ladi. Shuni hisobiga bizda juft daraja, qaytaraman, faqatgina juft daraja qavs ichidagi minusni musbat songa, ya'ni plyusli songa aylantirib yuboradi. Shuning uchun bu yerda A javobni chiqarib tashlaymiz. Nima uchun? Mana bu ichki qavsda juft daraja turibdi. Mana bu minusni plyusga aylantirib yuboradi. Bizga nima kerak? -1 kerak. Bu yerda bo'lsa, mana ekan. Ikkimiz mana ichini plyus qildi. Qavs ochsak, plyusga minus ko'paydi, -1 bo'ldi. -1 ning kubi bo'ldi. Ana endi darajamiz toq bo'lsa, doim minus chiqadi. Natijada bundan -1 chiqdi. Demak, B javob ekan. Bunisini tekshiramiz. Darajamiz toq bo'lgani uchun -1 chiqadi, lekin eng oxirgi qavsi darajasi juft daraja bo'lgani uchun plyus chiqadi. Bunisida bo'lsa, mana darajamiz toq bo'lgani uchun minus chiqadi, lekin mana bu yerda tashqarida yana bitta minus unga ko'payib turib plyus bo'ladi. Bizga manfiy son kerak, ya'ni -1 kerak. Keyingisida 5-daraja bo'lgani uchun minus chiqadi, keyingisida 3-daraja bo'lgani uchun shu minus yana chiqadi va eng qavs tashqarisida minus turibdi, u bilan ko'payib, ta'sirlashib plyus bo'lib ketadi. Shuning uchun B javobni oldik. Xo'p, 3-misolimizga keldik. 3-misolimizda -8 -6. Endi qarang. Minusga minus yana bo'linyapti, plyus bo'lib ketadi. So'ngra 6 ga 2 ni bo'lamiz, 3 chiqadi. Bu yerda yana ko'paytirish. Hop, -2 ga -11 ko'paytirsak, plyus 22 bo'ladi. Ana endi hisoblaymiz. 25 dan 8 ayiradigan bo'lsak, 17. Bu A javobda turibdi. Xo'p, keyingisida mana ekan, bunisi to'g'ri ekan, ko'paytirishadi. 8 o'zini yozdim. Yana plyusga minus bo'linyapti. Natijada minus deb kelishdik. 6 ga 2 ni bo'lamiz, so'ngra 3 chiqadi.
Minus 2'ga minus 11 ko'paysa plus 22 ni beradi. Natijada bizda 8 dan 3 ayirsak 5. 5 22 ga qo'ysa 27 degan javob chiqadi. Javobda turibdi. Quyidagi ifodalardan qaysi biri birga teng? Hozirgina quyida, ya'ni pastda yozgan formulalarimiz asosida topamiz. Bizga endi plusli bir kerak, ya'ni musbat bir kerak. Xo'p, birinchisida A kirmas ekan. Nima uchun? Chunki bu yerda ikkinchi daraja mana bu eng ichki qavsdagi minusni plyus qilib beradi. Lekin tashqaridagi minusni plyus qilolmaydi, chunki bu faqatgina o'zini qavsiga tegishli. Bundan bir chiqadi. So'ngra mana darajamiz tashqari qavsi darajasi tok bo'lgani uchun mana bu yerdagi minusni chiqarib oladi. Shuning uchun bu yerda minus bir chiqadi. Keyingisi, barcha darajalarimiz tok ekan, 100% bundan minus chiqadi. Xo'p, keyingisida eng tashqaridagi darajamiz juft ekan, demak mana bu minusni plyusga aylantirib yuboradi. Ammo lekin eng tashqarisidagi minusga buni daxli yo'q. Ya'ni minus bundoq bo'lyapti-da, minus a ning kvadrati bo'lib qoldi-da. Bundan minus a ning kvadrati bo'ladi. Bu darajamiz faqatgina a ga tegishli, minusga tegishli bo'lishi uchun bu bundoq qavsda bo'lishi kerak. Bu qavsdan tashqarida turibdi, demak, bu minusni plyus qila olmaydi, o'zi qoladi. D javobimiz, demak, B ham kirmadi, S ham kirmadi. D javobga keldik. D javobimizda eng yuqori, eng oxirgi qavs darajasi juft ekan. Bu nima degani? Bunda minus plyusga aylanib ketadi. Bundan plyus bir chiqadi degan, ya'ni musbat son chiqadi. Hop, keyingisida mana bu ichkaridagi qavsimiz darajasi juft daraja ekan va uni ichidagi minusni musbatga aylantirib yuboradi. Bundan plyus bir chiqadi. Va natijada 3-darajasi ham bir chiqadi. Ammo qavs eng tashqi darajasidagi eng tashqi ishorasi minus ekan, natijada bu minus bir bo'lib qoladi. Shuning uchun ham kirmadi, faqatgina D javob bo'ladi. Bizga bir kerak edi. 7 va 8 misollarimiz juda ham qiziq. Xo'p, buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, 7-misolimizda ayirmasi minus 2 ni beradi. Bu ikkalasini ayirsak, keyingisida minus 2, keyingisida ham minus 2 va keyingisida ham minus 2. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, faqatgina toq raqamlar o'rtasida ayirish amali bajarilgan, juftlari chiqarib tashlangan. Bu nima degani? Jami 100 gacha deb oladigan bo'lsak, undan juftlar chiqib ketgan bo'lsa, bizda 50 ta son qoladi. Ana endi u 50 tani har ikkitasi bitta minus 2 ni bersa, u degani 25 ta minus 2 bo'ladi. Chunki har ikkitasi minus 2 ni beryapti. Ya'ni ikkitasi bir-birini ayiryapti. Natijada bitta son hosil bo'lyapti. U minus 2. U degani minus 2 dan 25 ta. Bu bizga minus 50 ni beradi. Bu S javobda turibdi. 8-misolimizda bo'lsa, hop, 4 dan 7 ni ayiramiz minus 3, 8 dan 11 ayiramiz minus 3, bunisida ham minus 3. Hop, bunisida ham minus 3 bo'lib ketyapti. Ana endi biz nechta son qatnashganini bilishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerga e'tibor qaratamiz. 4, 8, 12, 96. Ya'ni 4 ga kadrli bo'lgan tartibda ketyapti. Eng oxirgi 96 ni 4 ga bo'lsak, shunda nechta son qatnashgani kelib chiqadi. Ya'ni aniqroq nechta juftlik sonlar. Hop, 96 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 ta bor, 8 ayiramiz bitta, 16, 24. Hop, 16 ni. Demak, bu yerda 24 ta son ishtirok etibdi. Ya'ni 24 ta juftlik sonlar. Ya'ni 4 bilan 7, 8 bilan 11, 12 bilan 15, 96 bilan 99. Hop, demak, bizda minus 3 dan 24 tasi ishtirok etibdi. Bu degani ko'paytirsak minus 12, 1/6, 70. Demak, buni javobi minus 72 ekan. S javobda turibdi. Demak, hurmatli o'quvchilar, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr. Yana takrorlab o'taman, bizni mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun like va podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmaysin. Keyingi darsga ko'rishguncha xayr.